Qurbon hayiti arafasida O'zbekistonda yana bir katta saxovat namoyishi boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy loyihalar uchun 690 milliard so'm ajratilishini e'lon qildi. Rasmiy axborotlarga ko'ra, bu pul og'ir kasal bolalar operatsiyasiga, transplantatsiyalarga, yetim bolalarga, keksalarga, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirishga sarflanadi. Qog'ozda juda go'zal ko'rinadi. Lekin bu xabarni o'qiganda odamda bir noqulay savol tug'iladi. Nega O'zbekistonda bemor bolalarni operatsiya qilish uchun ham prezidentning alohida topshirig'i kerak? Nega 10 ming bolaning jarrohligi tizimning oddiy vazifasi emas? Nega onkologiya bilan kurashayotgan odamlar davlat tibbiyotining kafolatlangan yordamini emas, hayit arafasidagi saxovatni kutish kerak? Bu yerda muammo xayriyada emas. Muammo davlatning o'z majburiyatini mehr-shafqat aksiyasi sifatida ko'rsatishida. Normal davlatda bolalar operatsiyasi, transplantatsiya, yetimlarga yordam prezidentning bayram oldidan qiladigan sovg'asi emas. Bu davlatning kundalik vazifasi. Eng qizig'i, xabarda masjid tahoratxonalari va qabriston obodonchiligi ham alohida urg'u bilan berilgan. Ya'ni tizim tirik insonlar bilan o'liklar infrastrukturasini bir paketda PR qilyapti. Albatta yordam kerak. Albatta odamlar qiynalyapti. Albatta bu pul kimgadir najot bo'ladi. Lekin boshqa savol ham bor. O'zbekistonda resurslarga boy davlatda nega minglab bemorlar har safar alohida ajratilgan mablag'ga muhtoj bo'lib qolaveradi? Nega tibbiyot tizimi shunday qurilmaganki, odam operatsiya uchun bayram kutib o'tirmasa? Va eng muhimi, nega davlat o'z vazifasini bajarganda ham buni katta sahna, katta PR va katta rahbar shafqati sifatida ko'rsatishga majbur? Chunki O'zbekistonda ijtimoiy siyosat hamon tizim sifatida emas, rahbar mehribonligi sifatida qurilgan. Bu esa davlat instituti emas. Bu hanuz shaxsiy homiylik modeli.